Assalomu alaykum rahmatulloh. Istanbulda joylashgan Shayx Muhammad Sodiq akademiyasiga o'qishga kirmoqchimisiz? Siz uchun ajoyib imkoniyat. Akademiyaga imtihonsiz, faqat suhbat asosida kirish imkonini beruvchi Hazratim yo'lidan tayyorlov kursiga qabul boshlandi. Kalima tili dasturi bilan hamkorlikda tashkil etilgan ushbu kurs 2 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich arab harflari bilan tanishib, uni ravon o'qishgacha. Ikkinchi bosqich A1 va A1+ darajalarini o'rganish. Bu degani, siz arab tili harflarini bilsangiz ham, bilmasangiz ham o'zingizga mos bosqichda ta'lim olib, arab tili saviyangizni A2 bosqichigacha rivojlantira olasiz. Kurs yakunida o'quvchilarga sertifikatlar beriladi. Ushbu sertifikat esa shubhasiz akademiyaga imtihonsiz kirish imkoniyatini beradi. Darslar Zoom platformasi orqali jonli tarzda olib boriladi. Bundan tashqari, kurs davomida o'quvchilarga mnemonika darslari bonus sifatida taqdim etiladi. Qabul faqat 18 yoshdan yuqori bo'lgan yigitlar uchun. Batafsil ma'lumot olish uchun esa biz bilan bog'laning yoki izohlarda tayyorlov so'zini yozib qoldiring.